Mirzor aka, do'konimizda necha xil gilam bo'lsa, turk gilamiga yetadigan gilam yo'q. Nima deyapsan ukam? Eron gilamlari bari boshqacha-yu, sotuv bo'yicha ham bir hisoblanadi-yu. To'xta, tortishmaydi. Eron gilamlarini ham ko'rinishi juda ham chiroyli. Turk gilamlarini ham naqshlari go'zal. Kelinglar, ularni yaxshi yomonga ajratgandan ko'ra, qaysi biri qadimiyroq ekan, shuni ko'rib chiqamiz. Menimcha bu sizga ham qiziq bo'lsa kerak. Dunyo bo'yicha eng qadimiy va bizgacha yetib kelgan gilam Pazerik Carpet bo'lib, 2500 yillik tarixga ega va Sibir tog'laridan 1949-yilda muzlab qolgani sababli yaxshi holatda topilgan. Pazerik Carpet jundan to'qilgan, murakkab naqshlar bilan bezatilgan. Ko'pchilik olimlar uni Eron to'qimachilik maktabiga bog'lashadi. Endi men sizga shu gilamning yurtdoshi bo'lgan Eron gilamini taklif etmoqchiman. Bu gilamdagi ranglar uyg'unligi, naqshlar ko'rinishi, iplarning zichligi va qalinligi umuman boshqa darajada. Xullas, gapirsak gap ko'p. Eng muhimi, o'zingiz bu yerga kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Zo'r gilamda sizni kutyapmiz.